bir marta aloqa qilsa hech nima bo'lmaydi. Doimiy tiqib yurganim yo'q-ku. Yoki bir ko'rgan savob degan xalq ichiga turli xildagi ko'chtirnoq ichidagi gaplar bor. Aslida infeksiya, kasallik yuqishi uchun bitta kirib chiqishda, ya'ni bitta friksiyani o'zi yetarli. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz jinsiy yo'llar orqali yuquvchi kasalliklar haqida bo'ladi. Oz bo'lsa ham xalqimizga foydasi tegishi maqsadida ushbu mavzuni olib chiqishga qaror qildik. Sababi hozirgi kunda juda davosiz dardlar aynan jinsiy yo'llar orqali yuqishi isbotlangan. Shuni inobatga olgan holda bugun jinsiy yo'llar orqali yuquvchi kasalliklarni belgilari va davosi haqida gaplashamiz. Hech qanday simptom yo'q. Tashqi ko'rinishi sog'lom, go'zal inson uni hech nima bezovta qilmaydi. Lekin VICH, sifilis, gepatit kabi davosiz dardlari mavjud. Nima deb o'ylaysiz? Ko'pchiligini 90-95% asosida himoyalanmagan yoki himoyalangan begona bilan, ya'ni begona partnyor bilan jinsiy aloqa qilish tufayli kasallik yuqtirishi asosiy rol bo'lib o'ynaydi. Ushbu videomiz kimnidir qo'rqitish uchun yoki bo'lmasa bir provokatsion maqsadda emas, aksincha foydasi tegadigan foydali video deb qabul qilinglar. Sababi jinsiy yo'llar orqali yuquvchi kasalliklar orasida eng xavflisi bo'lgan SPID, sifilis kabi kasalliklarni hozirgi kunda davosi yo'q. Yuqish yo'li asosan jinsiy yo'l orqali. Kam hollarda qon orqali kontaktdan yuqadi. Qabulimga murojaat qiluvchi bemorlarning aksariyati bitta gapi bor. Doktor atiga bir marta bo'lgandi yoki doktor bir marta o'zi prezervativ bilan bo'lgan, u hisobga kirmaydi-ku. Yoki bir ko'rgan savob, shunga o'xshagan o'zi atiga bitta tiqib oldim yoki jo'ram bilan bordik, nimaga jo'ram sog'lom, men kasal degan shikoyatlar bilan har kun bemorlar murojaat qilib keladi. Shu qarab turib shu videoni olishga qaror qildimki, demak xalqimiz orasida jinsiy hayotga bo'lgan hali tibbiy bilimlar yetarli darajada emas. Mavzuni boshlashdan oldin kasalliklarni ikkiga bo'lib olamiz. Belgi beradigan kasalliklar va belgi bermaydigan kasalliklar. Belgi bermaydigan kasalliklarga OIV, ya'ni SPID, sifilis, gepatit B, C, delta turlari boshlang'ich davrida, inkubasiyon davrida hech qanday o'zidan belgi bermaydi. Hattoki qon analizlarida ham aniqlanmaydi. Qolaversa, belgi bermaydigan infeksiyalarga torch infeksiyalari aksariyat hollarda hech qanaqa belgi bermaydi. Ya'ni er va xotinni hech nima bezovta qilmaydi. Homilani erta tushish holatlari kuzatilganda torch infeksiyasi kelib chiqadi. Endi belgi beradigan kasalliklar haqida gapiradigan bo'lsam, gonoreya, so'zak kasalligi. Jinsiy aloqadan 3 kun, 5 kun, 7 kun vaqt o'tgandan keyin siydik kanaldan turli xildagi ajralmalar, sariq, yashil выделениyalar, siyganda achishish, og'riq, qichishish, kuchli qizarish, qizish holatlari gonoreyani belgisi. Qolaversa trichomonas vaginalis, xlamidiya, mikoplazma, ureaplazma, candida albicans kabi infeksiyalar ular o'zidan belgi beradi. Bu bilan nima demoqchiman? Mana begona bilan aloqa qildingiz, lekin sizda hech nima bezovta qilmayapti. Bu degani siz 100% sog'lomsiz degani emas. Aniq tekshiruvlar asosida siz sog'lommisiz, yo'qmi tashxis qo'yish kerak. Uylanmaganlarga ayniqsa bu tegishli. Sababi uylanmagan yosh organizm qiziqishi juda baland jinsiy aloqaga nisbatan. Aytaylik, fohisha bilan begona bilan aloqa qilib qo'ydi. Ertaga uni uylanishi bor. Uylansa o'zidagi infeksiyalarni xotiniga yuqtirishi mumkin. Uni hech nima bezovta qilmasligi mumkin. Lekin xotiniga yuqtirib ertaga homila tushish xavfi, bepushtlik kabi jiddiy asoratlar bilan hattoki o'lim bilan tugaydigan SPIDdan bo'lishi mumkin. Bugun yana bir jinsiy aloqa orqali yuquvchi VPC, ya'ni odam papilloma virusi haqida bir kam bo'lsa ham ma'lumot berib o'tmoqchiman. Odam papilloma virusi erkak organizmiga deyarli hech qanaqa belgi bermaydi. Ayrim hollarda tanani ko'rinadigan qismi, bo'yin atroflarida, oyoqdan, qo'ldan yoki tananing boshqa qismlaridan papilloma terida mayda toshmalar paydo qilishi mumkin erkak kishiga. Lekin shu papilloma virusi jinsiy aloqa orqali xotiniga yuqtirsa, bachadon bo'yni ragini eng asosiy sababi VPC, ya'ni odam papilloma virusi bo'lib hisoblanadi. Mana bu chap yo'llarga yuruvchilar uchun mukofot. Xotinni bachadon bo'yni ragi rivojlanishiga erkak sababchi bo'ldi. Bu bir oddiygina hamma xavfsiz deb biladigan VPC, papilloma haqida bir kichkina bir fikr edi. Endi belgi beradigan kasalliklar haqida ozroq gapirib o'tmoqchiman. Jinsiy aloqadan o'sha 3-5 bir hafta
Vaqt o'tgandan so'ng bemorda siyganda achishlar, siydik kanalidan turli xil ajralmalar kelishi, og'riqlar, chidab bo'lmas darajadagi qizish holatlari, og'riq holatlari kuzatiladi. Bunda ko'pchilik o'z boshimchalik bilan aptekaga boradi, ko'cha doktorlaridan yoki maslahat qilib aptekadan o'z boshimchalik bilan antibiotik yoki shunga o'xshagan dorilarni qabul qiladi, böyle tuzaldim deb yuradi. Endi mavzuni eng kulminatsion nuqtasi tekshiruv usullari haqida gapirmoqchiman. Bemorda biror nima bezovta qiladimi, qilmaydimi, o'zingiz uchun bilasiz. Begonaga bordiz, yo begona partnyor bilan aloqa qildingiz, o'zingiz uchun tekshiruvdan o'ting. Birinchisi eng ishonchli infeksiya tekshirish usulidan aytaman. Ayollar uchun Femoflor, erkaklar uchun Androflor screening. Bu nima degani? PCR usulida jinsiy yo'llar orqali yuquvchi infeksiyalarni ishonchlilik darajasi 99% aniqlikda chiqarib beradigan tekshiruv. PCR tekshiruvida gonorreya, trichomonas vaginalis, mikoplazma, ureoplazma, candida albicans, xlamida kabi jinsiy yo'llar orqali yuquvchi infeksiyalar aniqlanadi. Endi savol berishingiz mumkin, men qon topshirgandim, qondan ham mana xlamida yoki misol uchun trichomonas vaginalis, candidalar doktor aytdi deb aytishingiz mumkin. Lekin siz qondan tekshirgan IFA metodida immunoglobulin Mg lar tekshiriladi. U infeksiyani emas, infeksiyaga qarshi ajralib chiqqan antitanalarni baholaydi. Aytmoqchi bo'lganim, qondan IFA metodiga tekshirgandan ko'ra Androflor yoki Femoflorda screening PCR usulida tekshirilgan juda ishonchli. Qolaversa, VIH, gepatit, sifilis kasalliklarini oddiy ekspress testlar yordamida ham aniqlasa bo'ladi. Testlarning ishonchlik darajasi 70-80% atrofida. Eng ishonchli usul bu titrni, virusni qondagi titrini baholash, ixla usulida tekshirish bo'lib hisoblanadi. Demak, qisqacha qilib aytganda, jinsiy yo'llar orqali yuquvchi infeksiyalarni tekshirish uchun mazok tekshiruvi, Androflor, Femoflor, kerak bo'lsa peshob, bakpassiv bakteriologik ekma tekshiruvlari, PCR, IFA, ixla usullari asosiy metodlar bo'lib hisoblanadi. Ko'pchilik o'z boshimchalik bilan hech nima bezovta qilmayapti deb profilaktika uchun yana dori ham ichib qo'yadi. Aptekaga boradi-da, menda kelajakka kasallik rivojlanmasligi uchun dori bering deydi. O'z boshimchalik bilan. Hech nimani tekshirmasdan turib. Shuning uchun palapartish davolanish, jinsiy olatni turli xil suyuqliklar bilan yuvish, turli xildagi antibiotiklarni hech qanday dozirovkasiz yoki bo'lmasa o'z boshimchalik bilan qabul qilish bu juda katta xato bo'lib hisoblanadi. Qisqacha qilib aytganda, siyganda achishlar, siydik yo'ldagi turli xildagi ajralmalar yoki diskomfortliklar kuzatilsa, shifokorga zudlik bilan murojaat qilish kerak. Hech nima bezovta qilmagan taqdirda ham begona partnyor bilan aloqa qildingizmi? Albatta o'zingiz uchun tekshiruvdan o'ting. Endi savol tug'iladi, qachon analiz topshirish kerak? Hech nima bezovta qilmagan taqdirda. Infeksiyalarning yashirin davri, inkubatsion davri degan gap bor. Misol uchun, begona ayol bilan aloqa qildingiz, ertasi kuni borib spidga yoki sifilisga qon topshirsangiz, u yuqqan taqdirda ham qondan chiqmaydi. Shuning uchun meni maslahatim, kasallik yuqtirganingizdan bir haftadan keyin mazok tekshiruvlaridan va mana bu qondan spid, gepatit, sifilis tekshiruvlaridan bir haftadan keyin, bir oydan keyin, 6 oydan keyin, 1 yildan keyin o'tishni maslahat beraman. Spid bilan xastalangan bemorlar umrining oxirigacha virusga qarshi preparatlarni qabul qilib yuradi. Gepatit C ham xuddi shu toifaga kiradi. Dorilarni doimiy ichib yurish shart yoki yilida bir kurs lecheniya olinadi. Lekin infeksiya to'liq yo'q bo'lib ketmaydi. Ruslarda gepatit C'ni laski ubitsa, ya'ni kuldirib o'ldiruvchi kasallik deb ta'riflanadi. Sababi gepatit C'da bemorni hech nima mutlaqo bezovta qilmaydi. Keyingisi sifilis kasalligi. Sifilis kasalligi mana Lenin sifilisdan vafot etgan, neyrosifilisdan. Sifilisning ham turlari bor, lekin oxiri o'lim bilan tugaydi aksariyat hollarda. Tanada juda katta tuzalmaydigan yaralar paydo qiladi sifilisda. Bu kasallikning oxirgi bosqichida. Undan tashqari patanatomik jihatdan tugunlar, ichki organlar, qon tomirlar, nervlar zararlanishi u ichkarida bo'ladigan jarayonlar. U jarayonlar ham o'zidan jiddiy belgilar beradi. Mana oddiy papilloma virusi ham bir umr inson bilan birga yashaydi. Uni 100% to'liq yo'q qilib yuboradigan preparatlar mavjud emas. Endi profilaktika maqsadida emlanish. Gepatit B ga qarshi vaksina bor. Tartib qoidasi mana bunaqa bo'ladi. Qon topshirasizlar, sizdan gepatit B virusi ekspress testda otrisatilni chiqsa, ixla usulida tekshirilganda titr 0-20 orasida bo'lsa, ya'ni titr
normada bo'ladigan bo'lsa, gepatit B ga qarshi vaksina olishingiz mumkin. Gepatit B vaksina olishdan oldin 6 oy ichida begona bilan aloqa bo'lmagan bo'lishi kerak. Qon kantagi, ya'ni aytaylik biror kishiga ukol qilyapsiz, ignasi kirib ketdi yoki qon quydirdingiz, yo birov bilan birov tish cho'tkasini ishlatdingiz, shunaqa begona kontaktlar bo'lmasligi kerak. Qolaversa, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, mana Yevropada, Amerikada, Rossiyada spidga qarshi vaksina deb hali internetda o'qidim. Bir ikkita ma'lumotlar bor. Ular hali guidelineslarga kirmagan, o'z tasdig'ini topmagan, hali tajriba, eksperimentni variant. Hali bizagacha qachon keladi, qachon amaliy o'z tasdig'ini topadi, u noma'lum. Ungacha eng to'g'ri yo'li ham diniy, ham tibbiy tomonlama har bir ayol erkak o'zini begona partnyordan asrashi kerak. Dinda ham bu juda zino qoralanadi. Xo'sh, davosi bo'yicha aytaylik, gonoreya, xlamidия, mikoplazma, ureoplazma, trichomonas vaginalis, candida albicans kabi infeksiyalarni davosi bor. To'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davolansa, bemor tuzalib ketadi. Ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, komment yozing, yaqinlaringizga ulashing. Ushbu videomiz orqali atiga bitta insonga foydamiz tegsa ham biz xursand bo'lamiz. Agar biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.